Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p. Demak, bugungi mavzuyimiz bugun siz bilan passiv daromad haqida gaplashamiz. Xo'p. Videomizni boshlashdan oldin, ya'ni mavzumizni boshlashdan oldin like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xo'p, passiv daromad o'zi nima? Xo'p, passiv daromad, deylik o'rtacha bizdan xonadon xarid qildingiz. 2 yildan so'ng uyimiz tayyor holatda sizga topshirildi, ya'ni korobka holatda topshirildi. Uni ichini siz bitta remont qilib, ya'ni ta'mirlab ijaraga berib qo'ydingiz. Va oyma-oy sizga oylik to'lovlar, ya'ni oylik o'sha tushumlar kelib turibdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi yoki xo'p, bizdan xonadon xarid qildingiz, biz sizga xonadoningizni o'sha korobka holatda topshirdik. Xohlang uni ta'mirlab soting, xohlang ta'mirsiz holatda oylik to'lovlarni, ya'ni bizda qarzdorlikni butunlay qoplab bo'lgandan keyin uyimizning narxini anchagina qimmatroqqa sotsangiz bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, dunyodagi o'sha eng boy insonlarning ham kamida 30-40% daromadlari bu o'sha ko'chmas mulk orqali bo'ladi. Eng yaxshi investitsiyalardan biri ham aynan ko'chmas mulkka sarflangan investitsiya bo'ladi-da. Dunyo tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsangiz ham hech bir zamonda masalan uy joyini yoki bo'lmasa ko'chmas mulkni qadrsizlanganini ko'rmagansiz. Deylik o'rtacha bundan 5 yil oldin siz xonadon xarid qilmoqchi edingiz. Kvadrat metrning narxi o'rtacha Samarqandda 3 million 4 million so'mni tashkil etardi. Hozir esa o'rtacha o'sha bir kvadrat metrning narxi 8-9 million so'mga aylanyapti. Ya'ni bu degani o'sha ko'chmas mulk qimmatlashsa qimmatlashadi, lekin arzonlashmaydi. Yana bitta misol keltirishimiz mumkin. Xo'p, eng yaxshi investitsiya bu ko'chmas mulkka dedik. Deylik o'rtacha siz mashina xarid qildingiz. Mashina xarid qildingiz 50 ming dollarga deylik. Siz uni 1 oydan keyin sotmoqchisiz. Kamida 10 ming dollar minusga, zararga sotasiz. Chunki birinchi navbatda uni siz xarid qildingiz, ikkinchi navbatda yili eskirganlik hisobida. Ko'chmas mulkka esa unday emas. Masalan, siz 5 yil oldin kvartira xarid qilasiz, 5 yildan keyin kamida 2 baravariga sotasiz. Shuni hisobiga siz ancha plyusga chiqishingiz mumkin. Mavini esa aynan shunday joy. Chunki birinchi navbatda yo'lning ustida joylashgan, ikkinchi navbatda 100% pishirishdan qurilyapti. Biz aksariyat qurilishlarimizni gazobloq ishlatmaymiz. To'liq 100% pishirishdan foydalanamiz. Bu ham o'sha xaridorlarimizning ishonchi, sifatli xonadonlarni taqdim etishga xizmat qiladi. Hozir bizdan boshlang'ich to'lovsiz xonadon xarid qilasiz va 60 oy muddatda pulini kam-kamdan to'laysiz. Ammo biz bilan shartnoma tugagandan so'ng 5 yildan so'ng yoki bo'lmasa 2 yildan so'ng uyni kadastri chiqadi-ku, o'shanda uyni 100% pulini yopib, bizdan xarid qilgan xonadoningizni sotsangiz ham birdan kattagina summaga sotasiz. Yoki bo'lmasa ijaraga bergan taqdiringizda ham siz o'shanda inflyatsiya hisobiga ham yutasiz. Bilamizki, o'sha 1 yilda 18% inflyatsiya ulushi bor. Shuni hisobiga siz anchagina plyusga chiqib olishingiz mumkin. Agarda siz to'g'ri investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning.